Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun 11 tajriba darsimiz. Bu demak VBAda yaratilgan protseduralar xatoliklarini tekshirish va tuzatish degan mavzu. Hop, bu mavzuni mana men tayyorlab qo'yganman sizlar uchun. Bu mavzuni maqsadi demak VBA kodidagi xatolarni aniqlash va tuzatishni o'rganish. Debug vositalaridan foydalanish, error handlingni qo'llash. Hop. Endi bu yerda kerakli vositalar hammasi yozilgan. Excel yoki Word, VBA muhiti. Hop. Tajriba muddati taxminan 80 minut. Har topshiriqda hamma talabalar o'zlari bajarsin, keyin yechimini solishtirsin. Dars quyidagi qismlarga bo'lib o'tkazamiz. Nazariy qism, amaliy topshiriqlar va yechim misollari. Ya'ni yechimlar ham shu faylda o'zida berilgan. Hop, men buni sizlarga tashlab qo'yaman hozir. Endi kirish qismi. VBAda xatoliklar turlari qanaqa bo'ladi? Birinchi turi bu demak compile time xatoliklari. Ya'ni kompilyatsiya paytida ro'y beradigan xatoliklar. Ular haligi kodni ishga tushirmoqchi bo'lganingizda o'zi ko'rsatadi va kursorni o'sha joyga olib boradi. Ya'ni bu sintaksis xatoliklar. Qaysidir joyda virgul qolib ketgan, qaysidir buyruq noto'g'ri yozilgan va hokazo shunaqa oddiy xatoliklar. Bu kompilyator o'zi buni demak tekshirib beradi sizlar uchun asosan. Keyingisi runtime xatoliklari, ya'ni ijro paytidagi xatoliklar. Ijro paytidagi xatoliklar ana shu modul yoki protsedura ishga tushirilganidan keyin hech qanaqa xatolik demak sintaksis xatoliklar, so'zlarni noto'g'ri yozilishi ro'y bermagan bo'lsa ham demak haligi dastur noto'g'ri natija beradi. Chunki ichkarida demak xato ro'y bergan bo'ladi. Yoki bo'lmasa uzilish ro'y berishi mumkin. Masalan, 0 ga bo'lish ro'y bersa va hokazo. Keyingisi mantiqiy xatoliklar. Bu ham ana shu runtime xatoliklarga kiradi. Kod ishlaydi, lekin hozir aytganimdek noto'g'ri natija beradi. Xo'p, endi bu xatoliklarni tuzatish uchun siz yozgan kodingizni tekshirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Buni bir qancha tekshirish vositalari bu yerda taqdim etilyapti. Birinchisi mana breakpoint. Ya'ni kod satriga to'xtash joyini qo'yish va F5 bilan uni nima qilish, ishga tushirib, F8 bilan qadamma-qadam yurib ko'rish. Keyingisi immediate window, ya'ni o'zgaruvchini qiymatini tekshirish. So'roq deb turib o'zgaruvchini nomini yozsangiz, keyin ana shu joyda buni o'zgaruvchini yo'l-yo'lakay tekshirishimiz mumkin. Watch window, ya'ni o'zgaruvchilarni kuzatib borish. Ko'p o'zgaruvchilarni bitta oynaga kirib qo'yib, ularni biz kuzatib borishimiz mumkin. Endi on error hodisasi, ya'ni xato ro'y berganda qanday ish tutish kerakligini ham siz belgilab qo'yishingiz mumkin. Keyin error obyekt. Demak, xatolik obyekti degan obyekt ham bor. Bu yerda RR degan ikkita. Uni birinchi xossalaridan bittasi number, nomer, xatodagi nomeri, ikkinchisi esa description. Xatoni tavsifini chiqarib beradi. Xo'p, endi biz hozir mana shu amaliy topshiriqlarni mana men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana quyidagi 5 ta masalada xato bor deyapti. Mana bu yerda birinchi masala 2 sonni bo'linmasini hisoblash. Masalan, 0 ga bo'lganingizda xatolik ro'y beradi. Buni qanday qilib ushlash kerak xatolikni. Funksiya satr uzunligini qaytarish funksiyasi berilgan mana bu yerda. Ko'ryapsizmi? Mana xato joyi deb atay ko'rsatib qo'yilgan bu yerga, chunki mana bu joyda satr +1 degan amal bajarilyapti. Ya'ni string toifasiga son qo'shilyapti. Bu yerda albatta xatolik ro'y berishi kerak. Sonni kvadratini hisoblash. Ko'ring, bu yerda mana mantiqiy xato ro'y beryapti, chunki son mod 2 deb yozib qo'yibdi. Bu sonni 2 ga bo'lgandagi qoldig'ini olish amali. Sonni kvadrati emas. Demak, bu endi dasturchi o'zi tuzgan xato hisoblanadi-da bunday xatolar. Hop, keyin birdan n-gacha sonlar yig'indisini hisoblash funksiyasi. Mana xato joyi mana bu joyda ko'rsatib qo'yilgan atay. Lekin shuni demak qadamma-qadam ishlab topishimiz mumkin. Endi katta keyingisi satrni qidirish. Hop, endi qarang. Mana shu keyin mana yerda yechimlar ham berilgan. Buni sizlar o'zingizlar sinab ko'rishinglar mumkin va hokazo. Hop, keling endi biz hozir mana shu joyda mana birinchisini men misol tariqasida sizlarga ko'rsatib beray. Mana bu yerda hozir biz nimani ochadigan bo'lsak, ofis ilovalari degan nimamiz bor edi. Mana hozir shu yerda aytaylik, men bu yerda mana ochib qo'yganman T11.
deb xlsm degan makrolarga izn beradigan fayl ochib qo'yganman. Tajriba 11 ga doir. Hop, endi qarang. Hozir biz mana shuni ko'radigan bo'lsak, visual nimaga o'taylik, Basic for Application muhitiga o'tib, biz mana bu yerda bitta mana bu protsedurani ko'rib qo'yibmiz. Mana keling, mana olib tashlaylik hozircha. Mana bu protsedura yozib qo'yilgan. Ya'ni mana bu bizning misolimizdagi, bizning tajribamizda olingan mana bu narsa mana shu joyga tayyor yozib qo'yilgan. Buni qanday yozishda o'tgan darslarda biz o'tganmiz, qanday ochiladi, bu yerda modul va hokazo. Bo'linma degan bu. Endi tekshirishni birinchi usuli bu nima bu? Bu demak nima qilib ko'rish. Breakpoint qo'yish, masalan uchun bunday bossak, mana bu yerga breakpoint qo'yildi. Bu yerda bossak, bu olib tashlanadi. Yoki mana shu joyga kursorni olib kelib turib, F9 ni bossak, mana shu joyga breakpoint qo'yiladi. Ya'ni to'xtash nuqtasi qo'yiladi. Ya'ni dastur mana shu joyga kelganda to'xtaydi va F5 ni bosib biz ishlatib ko'rishimiz mumkin mana. Bu o'zi bu podprogramma, ya'ni bu protsedura o'zi nima ish qiladi? Keling shuni bir qator men tushuntirib qo'yay. Har darsda qayta tushuntirish foydasi ham bor. Nima deydi? Takrorlash bilimning onasidir degan gap ham bor. Xo'p, demak, bitta ikkita o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. dim a as double toifasidagi. Double toifa qanaqa? Bu suzuvchi nuqtali qiymatlar qabul qiluvchi toifa. Ya'ni o'nli kasrlar ham qabul qilishi mumkin. 13.7, 19.5 va hokazo shunaqa. Demak, B ham xuddi shunaqa toifaga mansub va natija degan o'zgaruvchi ham mana shu double toifasiga mansub deb e'lon qilinyapti. Va A kiritilyapti. Input boxdan A ni kiriting degan yozuv chiqyapti-da, demak, mana shu input boxdan A ni foydalanuvchi kiritishi lozim bo'ladi. B ni ham xuddi shunday tartibda mana kiritish ro'y beryapti. Bu yerda natija, demak, A B ga bo'linyapti va message boxga natija chiqarilyapti. Mana natija degan yozuv chiqarilyapti, keyin mana bu nima belgisi, konjunksiya belgisi turibdi. Bu va'da bildiradi va natijani o'zi yozilyapti satrga aylantirilgan holda. Xo'p, bunday qaraganda bu yerda hech qanaqa xatolik yo'q. Keling biz shuni mana ishlatib ko'raylik. Mana ishlatsak, A ni kiriting deb yozdi mana. 5 deb yozaylik masalan. Xo'p, endi B ni kiriting deyapti. 2 misol uchun aytaylik. OK ni bosdik. Mana 2,5 deb natijani chiqarib berdi. Lekin agar biz 0 bersak nima bo'ladi? Mana A ni kiriting deyapti. 8. OK ni bosdik. B ni kiriting deyapti. 0 masalan. OK ni bosdik. Mana bu yerda runtime error 11 deb yozilib chiqdi. 11-chi, demak, ijro paytidagi xatolik. Division by 0 deb yozib chiqyapti. Demak, 0 ga bo'lish hodisasi ro'y berdi deb aytyapti. Xo'p, biz buni nima qilaylik? Endi biz mana shunaqangi xatolik, endi bu qisqagina programma, katta programmalarda demak, xatoni topish qiyinlashib ketishi mumkin. Ko'plab qatorlardan iborat bo'lgan programmada. Mana shu joyda biz breakpoint qo'yishimizga to'g'ri keladi. Aytaylik, mana shu joyga birorta joyga biz nima qilaylik-da, mana bu joyga biz nimani ko'raylik. Breakpoint qo'yib qo'ydim shu yerga. Bu degani nima degani? Dastur mana shu joyga kelganda to'xtaydi va biz keyin nima qilishimiz mumkin? F8 ni bosib qadamma-qadam ishlatishimiz mumkin. Keling biz hozir mana shuni ishga tushiraylik, mana ko'raylik. Ko'rdingizmi? Mana shu joyga kelib to'xtadi. Ya'ni mana bu 3 ta ish amalga oshirildi. E'lonlar, o'zgaruvchilarni e'lon qilish va mana bu A ni kiritish hali bajarilgani yo'q. Buni bajarish uchun, mana shu qadamni bajarish uchun mana F8 ni men bosaman. F8 ni bossam mana A ni kiriting deyapti. Xo'p, A ni kiritaylik. 58.3. OK ni bosdik. Hop, endi B ga o'tdi mana sariq. Mana strelka ko'rsatib turibdi, ko'ryapsiz? B ga o'tdi. B ni kiriting deyapti. Hop, demak F8 ni bossak mana shu ijro etiladi. Mana B ni kiriting deyapti. Xo'p, aytaylik 0. 0 OK ni bosdik. Endi natija A taqsim B. Shuni ijro etishimiz kerak. Yana F8 ni bosishimiz kerak. Mana F8 ni bosdik. Ko'rdingizmi? Mana bu xatolik ro'y berdi. Biz mana shu joyda qadamma-qadam yurib, qaysi joyda xato bo'lganligini biz topib olyapmiz. Xo'p, ko'rdingizmi? Demak, mana shu qadamma-qadam ishlashda mana shunaqangi nimasi bor ekan, foydasi bor ekan. Demak, breakpoint qo'yish nima degani? Dasturni ishga tushirgandan keyin ana shu joyga borib to'xtab turishini ta'minlash ekan. Mana bu joyga breakpoint yana bir marta qo'yaylik. Mana qo'ydik, ishga tushirdik. A ni kiriting deyapti, 6 ni berdik, B ni kiriting 3 ni berdik. Lekin natijani chiqargani yo'q. Chunki nima uchun? Mana bu yerda to'xtash joyi bor.
Biz shuni ijro etadigan bo'lsak F8 ni bosib mana ijro etdik. Natija 2 chiqdi. OK ni bosdik va mana bu ensap ham bajarilishi kerak. Ensap bajarilishi uchun F8 ni bosdik. Demak, biz qadamma-qadam bajarib ko'rishimiz mumkin ekan. Protsedurani ham, funksiyani ham. Mana men olib tashlayapman. Xo'p, undan tashqari keling biz masalan biror keling mana shu joyga qo'yishni mana o'rgatay. Men mana shu joyga kelib turib F9 ni bossangiz qo'yib qo'yilar ekan. Endi undan tashqari bizda yana nima bor? Bu yerda o'zgaruvchilarni immediate window degan window bor. Mana bu yerda immediate window ni yozadigan bo'lsak, biz o'zgaruvchini qiymatini bilish uchun masalan aytaylik, mashina ishlatmoqchi bo'lsak, keling mana bu ikkita uchta joyga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerga qo'ydik. Ko'ryapsizmi? Break point qo'ydik. Mana buni ishga tushirdik. Ishga tushirdik va A ni ber deyilyapti. Mana bu yerda A ni qiymatini hozir qanaqaligini hali A ni kiritganimiz yo'q. Bilmoqchi bo'lsak, mana bu joyga kelib turib, immediate window deyiladi bu. Immediate window kelib turib, demak, so'roq belgisini qo'yamizda A ni bossak, bizga A ni qiymati 0 ga teng ekanligini ko'rsatib chiqadi. Demak, A kiritilmasa, u 0 deb qabul qilinar ekan. Keling endi buni ishga tushiraylik mana. Ishga tushirdik. A ni qiymatini 8 deb berdik. Endi A ni qiymatini so'rasak, mana bu yerda hozir. So'roq belgisini qo'yib, A desak, A ni qiymati 8 ekanligini biz ko'rib turishimiz mumkin. Xo'p, B ni qiymati esa mana so'roq belgisi qo'yamizda, B ni qiymatini so'rasak mana, B ni qiymati 0 ekan. Xo'p, demak, F8 ni bosdik, B ga qiymat berdik, 5 qiymat berdik. Xo'p, endi yana B ni qaytadan nima qilish kerak? So'rash kerak. Demak, hozir xato deyapti. Keling biz boshqa kiritaylik. So'roq belgisi B deb qo'ydikda, mana shu 5 ga teng mana qiymat. Xo'p, endi keling biz mana bu bo'lishni ham amalga oshiraylik. F8, keyin message box'da amalga oshiraylik. 16 ekan, OK deb bosamiz. Xo'p, mana end. Demak, qadamma-qadam ishlatishni mana ko'rib chiqdik. Endi immediate windowdan tashqari o'zgaruvchilarni kuzatish uchun yana qanaqa nima bor ekan bizda? Mana bu yerda view'ni o'tadigan bo'lsak, watch window ham bor. Watch window. Ya'ni ko'rib turish oynasi. Buni qo'yib qo'ysak, bu ham mana shu nimani tahlil qilishga imkon beruvchi vosita. Xatolarni topishga imkon beruvchi vositalardan bittasi bu watches degan window ekan. Watch window deb ham ataladi. Keling bunga kiritishni o'zgaruvchini kiritaylik. Misol uchun add watch deyapti. Nimani kiritaylik? Birorta o'zgaruvchini, misol uchun A ni kiritaylik. OK deb bosdik, mana A. Hop. Endi yana nimani kiritib qo'yaylik? Watch windowga B ni ham kiritib qo'yaylik bir yo'la. Hop. Add watch deyapti. Keling. Mana B ni kiritdik. B ni kiritdik. Hop. Endi natijani ham kiritib qo'yaylik. Mana shu nimaga aytaylik? Mana bu natija degan narsani kiritib qo'yaylik. Keling, bundoq qilamizda mana add watch deb turib, natija mana. OK deb bosamiz. Natijani kiritdik. Xo'p. Endi biz mana buni ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, hozir demak, mana bu yerda to'xtash joyi bor ekan. Bu yerda ham to'xtash joyi bor. Keling ishga tushiraylik qadamma-qadam. Xo'p, mana ishga tushiryapmiz. Ishga tushirdik. Ko'rdingizmi? Mana bu qiymatlar hammasi 0 ekan. Boshida demak 0 bo'lar ekan e'lon qilingan qiymatlar. Qiymati 0 ga teng bo'lib turibdi. Endi mana A ni kiritaylik. F8 A ni kiriting deyapti. 23.6 deb kiritdik. OK deb bosdik. Hop, ko'rdingizmi? Darhol ko'rinyapti. Buni endi ikkinchi nima F8 ni bosib mana ishlataylikda, buni kiriting deyapti. 25.3. OK. Bosdik, ko'rdingizmi? Kiritilib qolyapti. Endi natijani hisoblasin. Keling F8 ni bosamiz. Mana natija nimaga tengligini ko'rib turibsiz. 0.9328 va hokazo bo'lib ketgan. Albatta 23 ta 25 ga bo'linsa nima chiqadi? 1 dan kichik son chiqadi. Endi natijani ko'rsatish nimasini bosamiz mana. Natija ko'rsatilyapti. Xullas biz mana F8 ni bosib end subni ham bajarib qo'yaylik bu. Xullas biz ko'rib turganimizdek mana shu vositalardan foydalanib, mana bu yerda yozilgan vositalardan error bilan error objectni o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Mana shu ishlarni demak sizlar bajarishinglar lozim bo'ladi. Mana shu tajriba darsida o'zingizlar bajarib ko'ringlar. Albatta mana bu amaliy topshiriqlarda xato bor hammasida va undan keyin bu xatoni yechimlar va kod misollari keltirilgan. Bularni ishlatib ko'rib, qanday qilib xatolarni topish mumkinligini nima qilasizlar? O'rganib chiqasizlar. Xo'p, shu narsani demak bugun o'tishimiz kerak bo'lgan narsa shu sizlarga. Salomat bo'linglar.